Begona yurtlarda farishta yuzni, tushda ham ko'rmadim hatto bir bora. Har kungidan ko'proq har kuni sizni musofir bolangiz sog'indona. Ishdan kelganimda sovuq devorlar go'yoki uf tortib tirishib chorlar. Qo'limda qalamim, dilimda zorlar. Musofir bolangiz sog'indona. Qiynalaman aytmoq uchun bu so'zni, uyalaman yoshga bermoqqa ko'zni. Lek har doim pishirgan taomlaringizni musofir bolangiz sog'indona. Taqdirda bor ekan deya yuribman, shu bilan o'zimni aldab yuribman. Kunda ming xil bo'lib yashab yuribman. Musofir bolangiz sog'indona. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana men Elmurod Muqimov. Alloh nasib qildi yana bir xonadonga quvonch ulashgani Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Bag'rikay mahallasidamiz. Bag'rikay mahallasida musofirlikda yurgan ukalarimiz va shu yerda yurgan farzandlar nomidan ota-onalariga kutilmagan sovg'alar olib kelganmiz. Xudo xolasa esda qoladigan qilib o'tkazamiz. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Salonga mana Yonginamdan hech jilmagan, allalar tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Yonginamdan hech jilmagan, allalar tinim bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim to'yil xushtorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim to'yil xushtorim, ko'zimning nuri onamdir. Chiroyli qilib assalomu alaykum barchalaringizga. Allohga shukrona bo'lsinki bugun bir fayzli barokatli kunlarning birida Alloh nasib qilib bugun onajonimizni shukrona kunlari bilan tabriklagani YouTube'da Elmurod Muqimov kanali kutilmagan sovg'alar orqasi bilan akajon xonadoningizga mehmon bo'lib turibmiz. Alloh nasib qilib bu tadbirni tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan, musofirlikda yurgan farzandlaringiz nomidan keldik. Ular shunaqa so'zlarni aytishdi. Bugun bizning mehribonimiz, duogo'yimiz, jannatimiz onajonimizni shukrona kunlari. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Alloh nasib otajonimiz bilan qo'sha qarab farzandlarimizni bizni baxtimizga doim sog' bo'lsin. Alloh nasib qilsa otajonimiz bilan onajonimiz umrali safarlarga borish Allohga nasib qilgan bo'lsin. Birlari hojatda, birlari hojona bo'lsinlar deb yaxshi niyat qildilar. Bugun bizning mehribonimiz, jannatimiz onajonimizning shukrona kunlari Elmurod aka. Lekin biz avvalambor mehribon davlatimiz otajonimiz uchun o'zimizga rahmatlarimizni aytmoqchimiz. U inson uchun bir chiroyli sovg'a va chiroyli qo'shiqlar qilib boring degandilar. Alloh nasib qildi. Otajonimiz uchun chiroyli sovg'alar olib keldik. Islomdagi muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim, Zamzam suvi mustaqil kabi otajonimiz uchun bitta qarshi chalib qo'yaylik. Otajonimiz uchun chiroyli qo'shiq. Baxtim uchun bor bo'ling dada, to'ylarimda bosh bo'ling dada.
bizda shoh bo'ling dadam. Sochlariga tushgan oqlarim, bizni deya o'tgan kunlari, uxlamagan hatto tunlari, mehnat qilib tinmagan dadam, mehnat qilib tinmagan dadam. Otajon, Alloh nasib shu farzandlaringiz aytgandek, Allohim nasib hojona bo'lish, birlaringizga hojona bo'lish Alloh nasib qilsin. Endi bugungi tug'ilgan kun sababsiz onajonimiz uchun chiroyli niyatlar qilamiz. Onajon, tug'ilgan kunlar shukrona kunlar muborak bo'lsin. Alloh nasib, Xudo xolasa yaxshi niyat qilamiz. Alloh bergan umrni ko'ring, Alloh bergan umrni doim bugun bilan birgalikda birlaringiz sevimli bobojon, birlaringiz sevimli momojon bo'lib, farzandlarini to'ylarida bosh bo'lib, Allohim sizlarga nasib qilsin. Boshida niyat qilganimizdek, Alloh qo'shaloq niyat qilganmiz. Birlaringiz hojota, birlaringiz hojona bo'lsin deb. Mana chiroyli onajonimiz uchun chiroyli qo'shiq va chiroyli sovg'a onajonimiz uchun ham bo'ladi. Bitta qarshi chalamiz, qo'shamiz. Mana boyligim, eng chiroyligim, mehribonim onajonimsiz. Omadim baxtim, siz toju taxtim, jonajonim onajonimsiz. Hey, omadim baxtim, siz toju taxtim, jonajonim onajonimsiz. Atri gulimsiz, maravari durimsiz, hazinamsiz onajonimsiz. Atri gulimsiz, maravari durimsiz, hazinamsiz onajonimsiz. Ko'ksimda turgan, sizni deb urgan, yuragimsiz onajonimsiz. Ko'ksimda turgan, sizni deb urgan, yuragimsiz onajonimsiz. Qanchalik qo'ylik, chiroyli qilib. Onajon tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Alloh o'g'illaringizni uzoq qilsin. Alloh nasib qiladiki, shunaqa so'zlar bor. Jannat onajonlarimiz foyda deyishadi. Shuning uchun jannatimiz onamiz uchun chiroyli gullar keldik. Keling, buni menga berib turing. Gullarni qarsa bitta chalib qo'yaylik, topshirib qo'yamiz. Tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Onajonimiz uchun, otajonimiz uchun bitta chiroyli onajon yozsa qo'shiq bo'ladi. Ketdik. Mehr to'la ko'zlari, shirin boldek so'zlari, farishtadek yuzlari. Onam, onam, mehnatda o'tgan kuni kam qilmadi hech bizni. Yaxshi ko'ramiz sizni, otam, onam. Bugun mening ko'nglim to'q, tashvishim yo'q, g'amim yo'q. Sizlar bor bu hovlida, jannat bor, qayg'u yo'q. Boylaridan boyman men, zo'rlaridan zo'rman men. Chunki mening onam bor, mehribonim otam bor. Bor, 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 mehribonim onam bor. Bor, 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 dumogo'yim otam bor. Qanchalik qo'yamiz. Mehribonlarimiz, otalarimiz, onalarimiz baxtimizga doim sog' salomat bo'lsin. Endi har bir shukrona kunlarimiz bo'ladiki, ularning chiroyli shirinliklarsiz tasavvur qila olmaymiz. Alloh nasib qilib onajon hayotlaringiz ushbu shirinlikdek totli balli bo'lsin deb bitta qarsaklar bilan shirinliklarni topshiramiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Ketdik.
kelinglar davraga aziz mehmonlar, aka-yu ukalar, opa-singillar, davrani keng yoling ey qadrdonlar. Bugun onamni tug'ilgan kuni, davrani keng yoling ey qadrdonlar. Bugun onamni tug'ilgan kuni, tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz. Onam sizga baxt kuningiz muborak, 100 yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin sizga. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz. Onam sizga baxt kuningiz muborak, 100 yil yashang, istaydi barcha omad yor bo'lsin sizga. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Alloh nasib qildi, akajon o'zimizni kutilmagan sovg'a loyihasini ham asragan chiroyli sovg'asi bor. Esdalik uchun buni topshirib qo'yamiz. Topshirib qo'yib bobojonimizga mutaxassislar janub qo'yamiz. Xudo xohlasa bizni jamoamizda esdalik bo'ladi. Xudo xohlasa. Endi esa qarangizlar. Bugun onalarimiz, yaqin opa-singillarimiz kelgan. Bugun kimdan chiroyli bitta tabrik eslaylik. Keyin shohroq qo'shiqlarimiz bor. Hammani raqslarga taklif qilamiz. Kim chiroyli tabrik qilaveradi? Keling, onajon keling. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Ana qo'shnijonim bugun tug'ilgan kuni. Uzoq umr ko'rsin, baxt saodat, bola chaqasini huzurini ko'rsin. Haji mama bo'lsin, nasib bo'lsa. Bolalarning davlatining boshi bo'lsin. Chiroyli hayot kechirsin, hech kamchilik bo'lmasin. Nasib bo'lsa, bir oyda kelin tushirsin, kelin to'yda xizmat qilaylik. So'z berganingiz uchun rahmat qiling. Sizlar ham shunday uzoq yoshga ega bo'lib yuringlar. Katta rahmat. Qarsak chalib qo'yamiz, so'nggi kunlari bo'lsin. Keling, bobojon keling, qani yonimizga. Keling, siz keling. Alloh nasib qildi, qarang, bugun yaxshi kun, fayzli kun, musofirlikka yurgan farzandlar sizlarni xursand qilaylik deb qancha harakat qilishyapti. Kamiga bugun onajonimni ham shukrona kunlari, tug'ilgan kunlari. Onajonimni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, keyin farzandlarga bitta duo berasiz. Assalomu alaykum. Bugun ayolning 63 yoshga to'lib qilgan bugun biroz vaqtida Alloh nasib. Onajon payg'ambar yoshlaringiz ekan. Alloh xudo xohlasa kelasi yil farzandlar yaxshi niyat qilgandek hojatda hojona bo'lish Alloh sizlarga nasib qilgan bo'lsa, endi chekkiga turgan qo'shnilar, yaqinlar hech kim chekkiga turmaydi. Shohroq qo'shiq qilib kelganmiz, otam o'ynasin, onam o'ynasin degan. Hammani chiroyli raqslarga taklif qilamiz. Ketdik shohiga. Shu navoni chaling, o'sha avjidan, davrani kengroq oling, qani qaytadan. Shu navoni chaling, o'sha avjidan, davrani kengroq oling, qani qaytadan. Yayrab dildan, yayrab baxtidan, onam o'ynasin, o'ynasin onam. Yayrab dildan, yayrab baxtidan, otam o'ynasin, o'ynasin onam. Manga Xudo bergan jonajonlarim, mehr ayamagan mehribonlarim. Manga Xudo bergan jonajonlarim, mehr ayamagan mehribonlarim. Davlatim, savlatim, eng katta baxtim, otam o'ynasin, o'ynasin onam. Davlatim, savlatim, eng katta baxtim, otam o'ynasin, o'ynasin onam.
ko'z, bir tomona qiyobon. Ko'zim sizning noz bilan, ko'zim sizning noz bilan, har tomona qiyobon, har tomona qiyobon. Gülüşünde uçarım, bisküvide çamalayım. Gülüşünde uçarım, bisküvide çamalayım. Uydurma gül bıçağına, kızı koygan bıçağım. Uydurma gül bıçağına, kızı koygan bıçağım. Başı kara kara göz, bir tamana kıyamam. Başı kara kara göz, bir tamana kıyamam. Kızım sizin naz bilen, kızım sizin naz bilen, her tamana kıyamam, her tamana kıyamam. Yandısan yaramam, yurdusan yuramam. Yandısan yaramam, yurdusan yuramam. Yandısan yatamam, kurban bulamam. Yandısan yatamam, kurban bulamam. Gele 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 kız, ay gele 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 kız. Gele 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 kız, ay gele 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 kız. Evet, bugün kunlar ovamay bo'lsa, onajon keling endi. Keling. Allah nasib qildi, Xudo xoladi, mana musofirlikda yurgan farzandlar, yaqinlar sizni xursand qilaylik deb harakat qilishdi. Ularga endi bir chiroyli niyat qilasiz. Jürüycan mayli rahmat. Shuncha anavni sen tashkillashtiribsan Olimjonim. Mana oshnam keldi. Ag'aylar. Dunyalarim hammasi singillarim bor. Biz hayamizda yemayapti, aka, mana bunday narsalar. O'zi hammasi nima deydi? Allohim kelinlarni dashtaydi, kelganim yemayapti, aka. Yeter qaradi. Oğlum salomat bo'ladi. Rahmat. Shu narsani tashlab chiqishda o'g'li qizi ekaniga rahmat. Mana shu ishda qilayotgan yigitlarga ham uzoq baxt sog'adi. Ularga ham 60-70 yoshda payg'ambar yubiley qilib, ular ham hoji bo'lmoq, hojibona bo'lib o'tishlari hammani tilayapman. Qo'rqishda hammalarini qo'yib olib Onajon tug'ilgan kunlaringiz muvaffaq bo'lsin. Alloh nasib, umrlaringiz uzoq bo'lib, farzandlarni, nabiralarni baxtiga sog' bo'lingizlar. Xudo xohlab bugun farzandlar sizlarni qancha hurmat, izzat qilib ko'rgan bo'lsa, Allohning nasibi ularga ham farzandlardan bundan ming chandon hurmat, izzatlar ko'rib yurish Alloh nasib qilgan bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Alloh nasib tinchlikka va shunaqa chiroyli to'y tomosha yaxshi kunlar yarashadi. Alloh yaxshi kunlarda sizlar bilan diydor ko'rishguncha deb qolamiz. Endi yaqinlar bilan, qarindoshlar bilan birgalikda rasmlarga tushamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.